O'rtoqlar, yangi qurgan kottejlarimiz tayyor bo'ldi. 2 etajli 1.9 sotka joylashgan 10 ta pochkaga narxini kommentariyada yozib yuboringlar, qimmatmi arzonmi? O'rtoqlar, 1.9 sotkaga tushgan uyni obzor qilamiz hozir. Bu Yangi Hayot tumanida, Chortoq mahallasida. Hozir ichkarisini obzor qilamiz. Xuddi shunga o'xshagan uyni qurilishini xohlasanglar, noldan boshlab quramiz. Ya'ni brigadamiz bor, o'zimiz quramiz. O'rtoqlar, to'g'rida mana koridor. Koridori ham kichkina emas, siqilib yuradigan. Har bitta koridorlarda mana cho'pli bol o'rnatilgan. Xo'p. Birinchi oshxonadan boshlaymiz. Xo'p, oshxona. Oshxonaning o'zida mana tashqarida hovli ko'rinib turadi. Mazza qilib, ovqat qilib, odamlar mana xotinlar mana ko'chani, osmonni ko'rib, mazza qilib ovqat qiladi. Kayfiyati bemalol. Kirganimizda mana koridordan o'ng tarafda bolalar xonasi qilib qo'ysa bo'ladi. Bolalar xonasiga o'sha koridorga oyna ochib qo'yilgan mana. O'rtada koridorda umumiy sanuzel. Ya'ni dushi bor, boshqa sanuzellari bor. Xo'p. Birinchi etajda mehmonxona. Mehmonxona joylashgan. O'sha devordan ozgina olib qochilgan, ya'ni havo kirish uchun va yorug'lik kirish uchun. Mana bu yoqda to'g'riga keling, bu yoqqa keling. To'g'riga o'sha televizorlarning kattasini qo'yib qo'yilsa, mehmonlar bilan o'tirib, mazza qilib tomosha qilib o'tirilsa bo'ladi. Alohida bir dizayn bilan qilingan. Xo'p, hozir birinchi etajdan to'g'ri pastga tushib ketamiz. Podvaldan ham masalan har xil narsalarni qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Masalan, kichkina trenajyor yoki sport bolalar uchun sport maydonchasi qilib qo'ysangiz bo'ladi. Yoki bo'lmasa mana bu yoqda ham xuddi shunaqa poyaga holatga o'xshagan mana televizor qo'yib qo'yilsa, o'tirib, dam olib, gaplashib o'tirilsa bo'ladi. Xo'p, endi ikkinchi etajga chiqamiz. İkinci etajimizda mana to'g'rida soat qo'yib qo'yilgan. Bu ham bir alohida dizayn. Bir xil joylarda oyna qo'yib beramiz, bir xil joylarda mana shunga o'xshagan soatlar qo'yiladi. Mana ikkinchi etajda ham mana hovli bor. Bu yoqda o'sha mana soat ko'rinib turibdi. Xo'p. Bu yoqda ham xuddi shunaqa. Bu yoqda kichkina xonasi bor. Bu xonani ham o'sha bolalarga xona qilib qilishsa bo'ladi. Xo'p, o'rtada holdan chap tarafda bu ham bir umumiy sanuzel. Ya'ni cho'miladigan vannasi bor, smitizlar hammasi umumanliklar qo'yilgan hammasi. Bu xonada ham xuddi shunaqa. Holda ham to'pli polda o'rnatilgan. Xo'p. Chap tarafimizda bu kattalar uchun yotoqxona, ya'ni spalnya. Ichkarida mana ish bo'lgandan keyin o'sha tozalab yuvinsanglar bo'ladi bemalol. Holga chiqamiz qaytib. Xo'p, o'ng tarafda bu ham bolalar xonasi qilib qo'yilsa bo'ladi. Va tashqariga chiqib yoz kunlarida toza havoda nafas olib, tashqarida masalan tomosha qilib o'tirilsa bo'ladi. Endi bu 1.9 sotiga, ya'ni taxminan 2 sotiga tushgan uy, agar sizlarda yana bir variantlar bo'lsa, kattaroq o'zingizda uy bo'lsa, noldan boshlab qurib beramiz. Dizaynlari hammasi bor. Iloji boricha maksimal darajada ham sifatli, ham hamyonbop qurishga harakat qilamiz. Ushbu uyimiz sotiladi. O'sha boya aytganimizdek, $100,000, ya'ni 10 ta pochka. Qimmatmi, arzonmi, o'zingizlar fikringizni bildiringlar. Hozir o'rtoqlar uylarning narxi tushmoqchi ekan, lekin ba'zi bir odamlar, ekspertlar aytayotdiki, uylarning narxi yana bitta skachok beradi, ya'ni qimmat bo'ladi degan gap fikrlar ham yuribdi. Kimga kerak bo'lsa, kimga shu uy yoqqan bo'lsa, aloqaga tez chiqinglar. Egasini topsa, xudo xolasa barakasini qilinadi. Shu uylarda mazza qilib, duo qilib, kim bo'lsa ham yaxshi kunlarni o'tkazishini so'raymiz.